Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yo'qdan bor qilgan Xoliqqa, zulmatdan nurni chiqargan Zotga, alamdan sabrni chiqaruvchiga, pushaymonlikka tavbani yuboruvchiga hamd bo'lsin. Biz unga musibatlarda shukr qilganimizdek, ne'matlarda ham shukr qilamiz va biz eng mukarram rasulga, ulug' sharaf egasiga, to'liq nurga, mustahkam kitobga, payg'ambarlarning mukammali va so'nggisiga, odam farzandlarining sayyidiga salovat aytamiz. U zot Iso ibn Maryam bashorat bergan Ibrohim alayhissalom Baytullohning poydevorini ko'tarayotganda uning yuborilishini so'rab duo qilgan zotdir. Alloh u zotga va uning ummatiga salovat va salom yo'llasin. Ular insoniyatning eng yaxshilaridir. Alloh ular tufayli barcha insonlarga, arab va ajamga baraka berdi. Allohga hamd bo'lsin. U farzand tutmagan, mulkida sherigi yo'q va xorlikdan do'sti bo'lmagan zotdir va u buyukdir. Allohga hamd bo'lsin. U o'z bandasiga kitobini nozil qilgan va uni unga og'ir qilmagan Allohdir. Biz unga hamd aytamiz, undan yordam va mag'firat so'raymiz. Biz unga ishonib, unga suyanamiz. Nafsimizning yomonligidan va amallarimizning yomonligidan uning panohiga qochamiz. Alloh kimni hidoyat qilsa, uni adashtiruvchi yo'q. Kimni adashtirib qo'ysa, uni hidoyat qiluvchi yo'q. Guvohlik beramizki, Allohdan o'zga iloh yo'q, uning sherigi yo'q va guvohlik beramizki, Muhammad Allohning bandasi va elchisidir. Alloh uni haq dinni o'rgatish, uni barcha dinlardan ustun qilish uchun yubordi va Allohning o'zi bunga guvoh bo'lishga yetarlidir. Eng yaxshi yo'l Muhammad sallallohu alayhi va sallamning yo'lidir. Ishlarning yomoni yangi paydo bo'lgan bid'atlardir. Har bir bid'at zalolatdir. Har bir zalolatning oqibati do'zaxdadir. Bugun men bu oyat haqida gapirishni juda xohlardim. Garchi ilgari ko'p marta aytgan bo'lsam-da, bu masjidda aytmagandirman. Alloh taolo aytadi: "Va la taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika g'ada." Alloh aytadiki, hech qachon men buni ertaga albatta qilaman demang. Shunchaki aytma emas, balki hech qachon hech narsa haqida men buni ertaga albatta qilaman deb aytishga jur'at etma deyapti. Agar shu oyatda to'xtasangiz, muammo tug'ilgandek bo'ladi. Chunki boshlig'ingiz topshiriqni ertaga topshirishingiz kerak desa, siz albatta ertaga qilaman deysiz. Ha, albatta inshaalloh deysiz. Ba'zan inshaalloh deysiz, ba'zan aytmaysiz. Odamlar ko'pincha aniq va'dalar berishadi. Taklifga kelasizmi? Ha, albatta boraman. Jumaga borasizmi? Ha, albatta. Ko'rib turganingizdek, biz doim bunday aniq gaplarni aytamiz. Faqat keyingi oyatda Alloh taolo mavzuni to'ldiradi. U zot illa an yasha Alloh, Alloh xohlasa deganingiz bundan mustasno deydi. Yagona istisno shuki, men buni to'liq bajarishni niyat qildim. Alloh xohlamasagina bajarmayman. Shuning uchun ham musulmonlar madaniyatida kelajak haqida gapirganimizda inshaalloh, ya'ni Alloh xohlasa iborasini ishlatamiz. Masalan, ertaga soat 3 da ko'rishamiz inshaalloh. Bu degani, agar Alloh meni siz bilan ko'rishishga qodir qilmasa, bu mening ixtiyorimdan tashqarida. Niyatim bor, lekin Allohning rejalari menikidan farq qilishi mumkin. Rejalarimga kelsak, men majburiyat olaman, ammo yomg'ir yoki zilzila bo'lsa, yoxud mashinam buzilsa bilmayman. Bugun va ertaning orasida hamma narsani Alloh hal qiladi. Kelajak mening qo'limda emas. Shuning uchun men bu sug'urta da'vosini qilishim va bu Allohning qo'lida ekanligini aytishim kerak. Chunki bu kelajakda sodir bo'ladi. Musulmon kishi kelajak o'z qo'lida emasligini tushunadi. Ammo bu yerda muvozanatning juda muhim jihatini anglashimiz lozim. Afsuski, subhanalloh, musulmonlar Allohning kitobidan uzoqlashsa, dinimizning go'zal ta'limotlari ham xuniklashib qoladi. Ular tashqi ko'rinishdan chiroyli bo'lsa-da, Allohning kitobi va uning rasuli sallallohu alayhi va sallam sunnati bilan bog'lanmasa, o'sha chiroyli bo'lishi kerak bo'lgan narsalar xunikka aylanadi. Ko'pchiligimiz bunga aybdormiz. Hozirgi kunda inshaalloh so'zini ehtimol yo'q ma'nosida ishlatamiz. Kelasanmi deb so'rashsa, inshaalloh deymiz, ya'ni aniq bilmayman degan ma'noda. Shunday qilib inshaalloh majburiyatdan qochish yo'liga aylandi. Biroq bu oyatlar va'dadan qochish haqida emas, aslida inni fa'ilun zalika g'ada juda kuchli so'zlardir. Albatta men buni ertaga bajaraman degan ma'noni anglatadi. Kafolat berish, va'da qilish va uni bajarishga qat'iy ahd qilish muammo emas. Aksincha siz shunday qilishingiz kerak. Qat'iy majburiyatlar olishingiz lozim. Biror narsani qila olmasangiz, shunchaki qila olmayman deng. Bora olmasangiz, bora olmayman deng. Ammo va'da bersangiz, unga sodiq qoling. So'ng qo'shib qo'ying. Buni bajarmasligimning yagona sababi Alloh mening nazoratimdan tashqari narsani iroda qilsa, bu illa an yasha Allohdir.
Illa an yasha Alloh kech uyg'onsam yoki kayfiyatim bo'lmasa kelmayman degani emas. Buning uchun inshaallohni ishlatmaysiz. Bu kuchli iboraning noto'g'ri qo'llanilishidir. Siz hamma narsa o'z qo'lingizda emasligini tushunib yetmoqdasiz. Alloh sizga ahd qilish va uni bajarish qobiliyatini bergan. Ammo sizda qandaydir imkoniyat bo'lsa ham, Alloh barcha niyatlaringiz bilan sizni to'xtatib qo'yishi mumkin. Keyin Alloh Robbingizni zikr qiling deb qo'shib qo'ydi. Unutganingizda Robbingizni eslang. Qiziq. Alloh azza va jalla agar unutsangiz demadi, balki unutganingizda dedi. Agar va qachon o'rtasida katta farq bor. Agar biror narsa sodir bo'lishi yoki bo'lmasligi mumkinligini anglatadi. Qachon esa Alloh kafolat berganini bildiradi. Chunki faqat Allohgina kafolat bera oladi. Alloh siz va men unutishimizga kafolat bermoqda. Shunday paytlar bo'ladiki, biz kelajak haqida va'da beramiz va inshaalloh deyishni unutamiz. Miyamizda rejalar tuzamiz. Ba'zida siz hatto biror narsani aytmaysiz ham. Masalan, kimdir bilan telefonda gaplashib, kelajak haqida va'da berasiz. Kechki ovqatda ko'rishamiz. Xo'p, ko'rishamiz. Assalomu alaykum. So'ng go'shakni qo'yib, voy inshaalloh deyishni unutibman deb o'ylaysiz. Bu ularni qayta qo'ng'iroq qilib, aytgancha inshaalloh deyish kerak degani emas. Yo'q, unday qilmang. Inshaallohni ular eshitishi shart emas. Alloh azza va jalla sizning aytishingizni xohlaydi. Siz buni faqat Robbingizga ayting. Vazkur robbaka idza nasit. Unutganingizda Robbingizni zikr qiling. Bu juda go'zal iboradir. Illa an yasha Alloh vazkurhu idza nasit. Unutganingda uni eslagin. Alloh bunday demagan. U Robbingizni eslang dedi. Ko'rib turibsizki, illa an yasha Alloh oyatida Alloh zikr qilingan. Alloh zikr qilingach, keyingi gal uni olmosh bilan eslatish kerak edi. Masalan, tushunish oson bo'lishi uchun agar Alloh xohlasa deb keyingi safar uni eslang, esdan chiqarganingizda uni eslang deyish kerak edi. Ammo Alloh uni so'zini ishlatmaydi. U olmoshdan foydalanmaydi. Bu aslida siz Alloh bilan Robb tushunchasini qayta anglab olayotganingizni ta'kidlaydi. Albatta, Alloh kelajagingiz egasidir. U sizning Robbingiz, mutlaq xo'jayiningizdir. Buni unutib bo'lmaydi. Bu Allohning sizning ustingizdagi hukmronligidir. Kelajagingiz uning qo'lidadir. Shunday qilib, Alloh ataylab ta'kidlaydiki, kelajagimiz haqida va'dalar berganimizda bu aslida Allohning irodasiga bog'liq. Bu ajoyib muvozanat oyatidir. Chunki bir tomondan siz eng kuchli va'dalarni beryapsiz. Inni fa'ilun zalika g'ada. Hatto inni sa'af'al emas, arab tilini bilganlar uchun bu hatto fe'l ham emas. Bu ismi fa'il bilan ifodalangan majburiyatdir. Men buni ertaga albatta qilaman. Ammo boshqa tomondan Allohga mutlaq tavakkal ham bor. Shuning uchun davom etishdan oldin bu muvozanat haqida gaplashishimiz kerak. Bu dunyoda shunday odamlar borki, ular hamma narsani o'zlari uchun qila olishlariga ishonishadi. Men juda aqlliman, ishonchli mashinam bor, yaxshi haydovchiman, kech qolmasdan yetib borishning eng yaxshi yo'lini bilaman. Hamma narsa menga bog'liq. Muvaffaqiyatli biznesga ega bo'lishimning sababi yaxshi biznes rejam bor. Yaxshi ishga ega bo'lishimning sababi yaxshi o'quv yurtida o'qiganman. Yuqori baholarga erishganman va yaxshi rezyumega egaman. Demak, hamma narsa o'ziga ishonishga bog'liq. O'z-o'ziga yordam berish va o'zini rag'batlantirish sanoati 100 millionlab dollarlik soha bo'lib, uning asosiy g'oyasi siz hamma narsani qila olasiz. Siz ajoyibsiz. Siz hatto o'z kuchingiz va salohiyatingizni ham to'liq anglamaysiz. Odamlar dam olish kunlarida buni eshitish uchun minglab dollar to'laydilar. Ular o'zlarining kuchiga ishonish g'oyasidan ilhomlanib ketishadi. Bu ma'lum darajada to'g'ri. Boshqa tomondan esa men hech narsa qila olmayman. Men shunchaki ojiz bandaman. Men Allohning bir quliman. Men hech kimman. Men tuproqdan, nutfadan yaratilganman deb o'ylaydigan odamlar ham bor. Ularda o'ziga ishonch umuman yo'q. Ular hamma narsani Alloh qiladi. Men hech narsa qilmayman deyshadi. Bunday odamlar hayotda hech narsa qilishmaydi. Hech narsa bo'lmagach esa Alloh shuni xohladi deb hamma narsani Allohga to'nkaydilar. Bir tomondan Allohga umuman suyanmay, faqat o'ziga ishonuvchilar bor, boshqa tomondan esa faqat Allohga tavakkal qilib, o'zlari hech qanday harakat qilmaydiganlar bor. Ushbu oyat Qur'ondagi ko'p oyatlar singari muvozanat oyatidir. Siz majburiyat olishingiz, harakat qilishingiz kerak. Inni fa'ilun zalika g'ada. Ammo ayni paytda sizning va'dangiz, harakatingiz va qobiliyatingiz Robbingizning qo'lida ekanini tushunishingiz lozim. U buni sizga faqat siz bajarishga harakat qilganingizda beradi. Ba'zida sizning rejalaringiz va Allohning rejalari bir xil bo'ladi. Yo'qda bir joyga borishga qaror qilasiz va Alloh ham sizni o'sha yerga yuborishga qaror qiladi. Ba'zan biror kollejga kirishga qaror qilasiz va Alloh sizni o'sha kollejga qabul qiladi. Siz erta bitirmoqchi bo'lasiz va Alloh sizga erta bitirishga imkon beradi.
Shunday qilib ishlar rejangiz bo'yicha ketadi. Bu shuni anglatadiki, sizning rejangiz va Allohning rejasi o'sha narsa uchun bir xil edi. Ammo ba'zida sizning rejangiz va Allohning rejasi bir xil bo'lmaydi. Ba'zan siz o'sha ishda 10 yil ishlashni xohlaysiz, lekin 6 oydan so'ng ishdan bo'shatilasiz. Ba'zan siz maktabga eng yaxshi hujjatlar bilan topshirasiz, ammo baribir qabul qilinmaysiz. Sizdan ko'ra yomonroq hujjat topshirganlar esa qabul qilinadi. Shunday bo'lib turib, ba'zan sizning rejalaringiz va Allohning rejalari bir xil bo'lmaydi. Bu oyatlar hamma narsa bizning rejamiz bo'yicha ketmasligini tan olmoqda. Biz baribir reja tuzishimiz kerak. Biz baribir harakat qilishimiz kerak. Ammo oxir-oqibat bu rejaning amalga oshishi yoki oshmasligini Alloh hal qiladi. Bu vazkur robbaka iza nasittir. Ammo men ko'proq vaqt ajratmoqchi bo'lgan bu oyatning eng kuchli qismi, mening fikrimcha, butun Qur'ondagi eng go'zal saboqlardan biridir. Agar musulmon buni tushunsa, uning hayoti yengillashadi. Va qul asa an yahdiyani robbi li aqrab min hada rashada. Bu so'zlar duodir. Duodan ham ko'proq bu optimizm ifodasi. Keling, buni shunday tushuntiraylik. Bu kelajak haqida o'ylashdir, chunki unda arab tilidagi harfut tarajji bo'lgan asa so'zi ishlatilgan. Bu umidni ifodalash uchun ishlatiladigan so'z yoki fi'lut tarajji fe'lidir. Alloh bu oyatda musulmon kishi kelajakka umid bilan qarashi kerakligini o'rgatmoqda. Qur'onga bo'lgan iymonim meni kelajakka optimist qiladi. Yangiliklarda nima deyilishidan, kecha va undan oldingi kunlarda nima bo'lganidan qat'iy nazar, men ummatning ahvoli tobora yomonlashib bormoqda. Ishlar faqat yanada dahshatliroq bo'ladi, yana bir fojia yaqinlashmoqda deb aytib o'tiradigan musulmonlardan bo'lmayman. 11-sentyabr voqeasi yomon edi deb o'ylaysizmi? Ey Xudoyim, u hech narsa emas edi. Endi ummatga nima bo'lishini ko'ring deydigan munosabat bu kitobning oyatiga to'g'ridan-to'g'ri ziddir. Asa so'zidayoq Alloh sizni optimizm va umidga to'la bo'lishingizni istaydi. Alloh siz uchun, atrofingizdagi odamlar uchun, butun insoniyat uchun vaziyatni yaxshilashiga ishonishingiz kerak. Sizda shunday munosabat bo'lishi lozim. Keyin Alloh sizga o'z kelajagingiz haqida nima deyishingiz kerakligini o'rgatadi. Asa an yahdiyani robbi, shoyat Robbim meni hidoyat qilsa. Kelajakda eng muhim narsani olasiz. Hamma yaxshi ish, yaxshi moliyaviy ahvol, yaxshi oilaviy sharoit yoki yaxshi sog'liqni xohlaydi. Biz bularning barchasini istaymiz. Lekin bilasizmi, siz va men uchun eng zarur, hatto nafas olayotgan havomizdan ham muhimroq narsa bu Allohning hidoyatidir. Agar bu sizda bo'lsa, qolgan hamma narsa o'z-o'zidan yaxshi bo'ladi. Agar bu sizda bo'lmasa, boshqa hamma narsangiz bo'lsa ham aslida hech narsangiz yo'q. Demak, bu oyatda Alloh meni hidoyat qiladi degan umid bor. Asa an yahdiyani robbi, Alloh xohlasa, Robbim meni hidoyatga boshlaydi. Robbim meni unutmaydi. Men kelajak haqida o'ylaganimda uni eslayman. U ham kelajagimni o'ylaganda meni eslaydi. Ko'rdingizmi? Inshaalloh deganimda uni esladim. Kelajak haqida gap ketganda uni eslaganim uchun u ham meni eslaydi. Fadkuruni azkurkum. Meni eslang, men sizni eslayman. Meni tilga oling, men sizni tilga olaman. Endi Alloh sizga hidoyat kafolatini bermoqda. Yana bu yerda musulmonlar tushunishi kerak bo'lgan muhim narsa bor. Bugun dunyoning turli burchaklarida uchratadigan ko'plab odamlarda bir xil savollar paydo bo'lmoqda, vallohu a'lam. Yerning qaysi qismiga bormasin, odamlar bugun bir xil chalkashliklarga duch kelishmoqda. Bir xil savollar qayta-qayta so'ralmoqda. Dunyoning qaysi burchagiga borishingizdan qat'iy nazar, bugungi kunda odamlar bir xil chalkashliklarga duch kelishadi. Men ko'p eshitadigan savollardan biri shuki, odamlar aytishadi, islomning juda ko'p turli xil talqinlari bor. Qur'on va hadislar ma'nosi haqida qanchadan-qancha videolar. Ba'zilar bunga, boshqalar unga ishonadi. Bu shayx bunday fatvo bersa, u shayx unday fatvo beradi. Qaysi biriga amal qilishim kerak? Kimdir buni halol desa, boshqasi harom deydi. Endi hech narsani tushunmay qoldim. Hammasi chalkashib ketdi. Shuncha turli xil qarashlar orasida qanday to'g'ri yo'l topishim mumkin? To'g'ri yo'lda ekanligimni qayerdan bilaman? Bu juda ko'p ma'lumot. Men uni qayta ishlay olmayman. Men bunga qo'shilaman. Biz haqiqatdan ham ma'lumotlar oqimida yashayapmiz. Hatto islom ichida ham turli xil qarashlar bilan to'qnashyapmiz. Mana shu zaldagi tomoshabinlarga qarang. Garchi ko'pchiligimiz mahalliy bo'lsak-da, har birimiz islomni turlicha o'rganganmiz. Ustozlaringiz, uchragan odamlaringiz, olgan saboqlaringiz, bular hammasi bir-biridan farq qiladi. Shuning uchun islomni tushunishimizda juda katta farqlar bor va odam hayajonlanib, to'g'ri yo'lda ekanligimni qayerdan bilaman deb so'raydi. Bunga javob shuki, men hidoyatga kafolat bermayman. YouTube ham, Google ham, odamlar ham hidoyatga kafolat bermaydi. Umidimiz shuki, Allohning o'zi bizga shaxsan hidoyat beradi.
Hidoyat boshqa joydan kelmaydi. Sizda ma'lumot oz yoki ko'p bo'lishining ahamiyati yo'q. Alloh sizni to'g'ri yo'lga solishi faqat Allohdan qancha so'rashingizga bog'liq. Boshqa hech kimga emas. Allohdan so'raganingizdan keyin xavotirlanishingizga hojat yo'q. Chunki Alloh senga albatta hidoyat berishiga ishonching komil bo'ladi. U hech kimni rad etmaydi. Allohdan hidoyat olish qiyin emas. Alloh hidoyat eshigini uni izlaganlar uchun keng ochib qo'ygan. Biz faqat uni izlovchilar bo'lishimiz kerak, xolos. Bu oyat Kahf surasiga tegishli va men bu xutbada Kahf surasi haqida yetarlicha gapira olmasligim ham ko'rinib turibdi. Ammo g'or egalari haqidagi bu qissani har juma o'qiymiz. Bu odamlarning atrofida na payg'ambar, na olim, na shayx, na sahobiy bor edi. Ular yolg'iz o'zlari hamma butlarga sig'inadigan qishloqda yashardilar. Shunda ular faqat bitta Xudo bo'lish kerak degan xulosaga kelishdi. Buni qanday ifodalashni ham bilmasdilar. Faqat biz bu narsalarga sig'ina olmaymiz, boshqa ilohlarga sig'ina olmaymiz deyishdi xolos. Mana shu Alloh ularni hidoyat qilish uchun yetarli bo'ldi. Hech qanday bilim, vahiy bo'lmasa-da, shuning o'zi kifoya qildi. Alloh ularni shunchalik hidoyat qildiki, bugun yillar davomida dinni o'rgangan odamlar o'sha hech narsa bilmaydigan yigitlarning tafsirini o'rganmoqdalar. Chunki ular Allohning hidoyatini oldilar. Chunki Alloh ularga hidoyat berdi. Ahvolingiz qanchalik qorong'u, qanchalik umidsiz bo'lmasin, Allohdan umidingiz bo'lsa shu yetarli. Shunisi kifoya. Asa an yahdiyani robbi li aqraba min hadha rashada. Endi bu iboraning oxirgi va menimcha eng go'zal qismi. Balki Robbim meni hidoyat qilar. Nimaga hidoyat qilar? U aytadi: "Li aqraba min hadha rashada." Bilasizmi? Bu so'zlarning ma'nosi juda chuqur. Xutbada sizga grammatikadan dars bera olmayman, chunki boshingiz og'rib qoladi. Shuning uchun buni iloji boricha soddaroq tushuntirishga harakat qilaman. Arab tilida ba'zan u yerda deyilsa, ba'zan anavi yerda deyiladi. Anavi yerda deganda sizni manzilingizga yo'naltirmoqda ekanligingizni nazarda tutasiz. Shunchaki u yerda desangiz, balki u yerga yetib borgach yana boshqa yerga, keyin yana boshqasiga borishingiz kerak bo'lishi mumkin. Ammo anavi yerda deb aytganimda, sizga aynan o'sha joyga borishingiz kerakligini, undan nariga o'tmasligingizni aytgan bo'laman. Lam ishlatilganda asa an yahdiyani robbi li aqroba jumlasidagi lam bu dunyoda so'rash mumkin bo'lgan eng oliy narsaga ishora qiladi. Agar buni qo'lga kiritsangiz, undan yaxshiroq so'raydigan narsa yo'q. Agar ila so'zi ishlatilganda edi, u yerga yetib borgach, yana boshqa narsalar uchun intilishingiz mumkin bo'lardi. Tushundingizmi? Demak, bu oyatda men va siz Allohdan shunday narsani so'rayapmizki, agar u bizda bo'lsa, undan yaxshiroq narsa yo'q. Bu so'nggi maqsaddir. Xo'sh, bu so'nggi maqsad nima? U li aqroba min hada deydi. Ya'ni bundan ham yaqinroq. Umid qilamanki, Alloh meni bundan da yaqinroq yo'lga boshlaydi. Endi buni oddiy tilda tushuntiraylik. Barchamizda alhamdulillah, so'ngra yana alhamdulillah ma'lum darajada hidoyat bor. Juma kuni Allohning uyida o'tirganimiz Alloh bizga ozgina hidoyat berganini anglatadi. Alloh ba'zi odamlarga ko'proq, ba'zilariga kamroq hidoyat bergan. Kimningdir bilimi ko'p, kimnikidir oz. Ba'zilar namozda e'tiborli bo'lsa, boshqalar kamroq e'tiborli. Biz hammamiz bir xil darajada emasmiz. Bu haqiqat. Ammo bu duo sizga nimani o'rgatmoqda? Mening oliy maqsadim Allohga bugungidan ko'ra yaqinroq bo'lish. Men bu yerda o'zimni boshqalar bilan taqqoslamasligim kerak. Agar bugungi holatimdan ozgina yaxshiroq bo'la olsam, bu Alloh oldidagi eng oliy muvaffaqiyatdir. Bundan yuqoriroq muvaffaqiyat yo'q. Siz ham, men ham hech qachon mukammal bo'la olmaymiz. Biz faqat ozgina yaxshilanish, keyin yana ozgina yaxshilanish ustida ishlay olamiz. Faqat Allohga ozgina yaqinlashish, keyin yana ozgina yaqinlashish mumkin. Agar kishi Allohga yaqinlashib borayotgan holatda vafot etsa, u muvaffaqiyatga erishgan hisoblanadi. Bilasizmi? Ko'p odamlar nima qiladi? O'zlarini boshqalar bilan taqqoslashadi. Mana bu odam butun Qur'onni yod olgan. Ularning qiroatiga qarang. Ular har kuni masjidda, azon aytilishidan oldin ham u yerda bo'lishadi. Ular Allohga ko'proq ibodat qilishadi. Ular ancha bilimdon, ularda ko'p fazilatlar bor. Ular arab tilini bilishadi, tafsirni bilishadi. Ular yana buni, uni bilishadi. Yoki Alloh mendan ko'ra musulmonlarga xos yaxshiroq kiyinishadi. Yoki ular mendan ko'ra musulmonlarga xos yaxshiroq kiyinishadi. O'zingizni hech kim bilan solishtirmang. Alloh buni xohlamaydi. Alloh sizni boshqa birov bilan yonma-yon qo'yib solishtirishni istamaydi. U hatto sizning o'zingizni boshqalar bilan taqqoslashingizni ham xohlamaydi. Boshqalarda bor narsani orzu qilmang. Alloh kimlarnidir ba'zi jihatlarda ustun qilgan bo'lsa, o'zingizga nisbatan bunday qilmang. Xo'sh, biz nimani o'rganyapmiz?
Masalan, siz bugun Qur'on o'qishni boshlasangiz, 35 yoshdasiz. 30 yil davomida kitobni ochmaganingizdan keyin bugun Qur'on o'qishni boshlashga qaror qildingiz. Hatto bismillahni ham o'qiy olmaysiz. Ba harfi qanday ko'rinishini ham bilmaysiz. Endi bolalarga o'xshab o'rganishingiz kerak. Sizning yoshingizdagi odamlar kattalarday o'qiy olsa-da, siz bolalarday o'qishingiz kerak. Lekin bu yaxshi, bu juda yaxshi. O'sha alifni yoki bani o'rganib, Allohga ozgina yaqinlashish uchun harakat qilsangiz va shu holda vafot etsangiz, balki olimdan ham, hatto Qur'onni to'liq yod olgan, ammo uning qadrini bilmagan va o'zini yaxshilashga intilmagan hofizdan ham afzal bo'larsiz. Chunki o'zini yaxshilashga intilish qalbda bo'ladi va Alloh buni biladi. Shuning uchun Alloh oldidagi o'z martabangizni past baholamang. Odamlar sizni past baholashi mumkin, ammo Alloh aslo unday qilmaydi. Odamlar Allohning hidoyatini qiyin, qimmat va erishib bo'lmaydigan narsa qilib ko'rsatishadi. Aslida esa Alloh uning eshiklarini keng ochib qo'ygan. U faqat sizdan va mendan uni qabul qilishimizni va "Yo Alloh, meni hidoyat qil, o'zingga yaqinlashtir" deb so'rashimizni xohlaydi. Ya aqroba min hada roshada. To'g'rilik va hidoyat ma'nosida. Oyatning oxiridagi roshadan so'zi aslida shu duoni qilayotganingizning o'zi allaqachon hidoyatda ekanligingizni bildiradi. O'zingizni adashgan deb aytmang. Alloh sizga bu duoni qilish imkonini berganining o'zi uning hidoyat ne'matidir. Alloh sizga yana va yana ziyoda qiladi. Bu musulmonning optimizmidir. Dunyoda hidoyat kelganda tuma'nina, ya'ni itminan keladi. Qalb xotirjam bo'ladi. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Qalb xotirjam bo'lganda atrofdagi odamlarga ham ta'sir qiladi. Tinchlik va iymon yuqumlidir. Oilada, do'stlar orasida va jamiyatda tinchlik tarqaladi. Agar dunyo muammosi nizo, nafrat va urush bo'lsa, buning yechimi boshqa siyosat yoki ko'proq qurol emas. Bu iqtisodiy sanksiyalar ham emas. Insoniyatga kerak bo'lgan narsa hidoyatdir. Chunki hidoyatsiz tinchlik bo'lmaydi. Fa ayyul fariqayni ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun alladhina amanu. Kim xotirjamlikka haqliroq? Iymon keltirganlar. Biz dunyoda musulmon yurtlarida va mazlumlar uchun tinchlik so'rab duo qilganimizda, aslida Allohdan o'zimiz va atrofimizdagi dunyo uchun hidoyatni ziyoda qilishini so'raymiz. Alloh barchamizni hidoyatda ziyoda qilsin. O'zimiz, farzandlarimiz, ummatimiz va butun dunyo kelajagiga ijobiy qaraydigan qilsin. Biz nafaqat o'z ummatimiz, balki butun dunyo uchun qayg'urishimiz kerak. Biz Ibrohim alayhissalomning millatimiz. U zot butun insoniyat uchun qayg'urganlar va bu bizga meros bo'lib qolgan. Alloh bizni shunday qilsin va kelajak avlodimizni Qur'on va sunnatning go'zal ta'limotlari bilan yashovchi yorqin namuna qilsin. Barakallohu li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.